Assalomu alaykum balo ishqibozlari. 28-iyul navbatdagi balo ovdamiz. Soat 7 bo'ldi. Daryoda mehnat. Arena, nima? Yallama. Suv juda tushib ketgan. Kichkina baliqlar o'ynab turibdi. Ertalab kelganlardan so'rasak katta natija yo'q, lekin kichkina hammasi. Qarshilar juda ko'p emas, kam qarshilar. Qirg'oqda ham shu jimjitlik. Xudo xolasa ov jarayonini ko'rib qo'yib boramiz. Alloh nasib qilgancha bo'lsa beradi. Rizqimiz bo'lsa, bo'lmasa yo'q. Sababi bizda. Barcha ovdagilarga Alloh omadini bersin hammaga. Shular qatorida bizda ham. Katta baliq sakradi mana shu yerda hozir. Shu tomonda. Kelganim beri mana shunaqa natijada. Kichkina sazanchiklar. Shu yerga borgan boblarmi nima bo'ldi? Karasmi? Karas ekan bunisi. Voy, tushib ketadi oshiga. Mana karas yirik. Mana. Faqat mana shunday sozanchik tushyapti. Kelgani bir kim qancha tushdi. Yirik mana karas ekan. Jimiqga Poseidon. Mana qochin. Nega bu karaslar ichidan faqat qurt chiqyapti, gilist qurt. Oldindan bilib bo'lmaydi buni. Olib qo'yaveramiz. Bismillah. Qochinda endi. Bismillahirrahmanirrahim. Chuqurligi narman, chuqurligi. Mana shu turgan, mana odamlar turgan joyda yaxshi chiqqanda suv ko'plik payti. Yirik sazanlar chiqqan. Hozir ham oldi, bitta bu tomondan bitta olishdi, mana bu qirg'oqdan ham bitta olishdi. Mana shunaqa. O'qigani ham qo'ymayapti ular. Tashaganda mana shular yopishadi. Kattaroq shaharda. Sal tuzroq, lekin 100 gramm. Qo'yadimi yo'q bular, ha? Tirs urganini o'ylayman, hech bo'lmasa karasmi deb. Voy. Baliq o'ynab turibdi lekin.
Bismillahirrahmanirrahim. Bunisi hech narsa yo'q. Mana shunisini ko'ramiz, shunda bunisi borga o'xshaydi. Oho. Ikkitalar ekan. Yo'q. Ikkitalar. Kalasi bittasi. Yutoribdi-ku. Chiqadi hech. Yutoribdi. Karas emas, sazan ekan. 400-300 gram chiqadi. Lekin polni yutib olibdi, bor ilmoqni. Mana ichida. Osh ko'ryapti. Ha, chiqazib olamiz. Bukilib ketyapti. Shamolda qayiq qishigan ekan. Karas bor. Sazan chiqgan. Bular o'qigan qo'ymaydi bular. Tuzukroq ekan bunisi. Bekor qattiq tortmaydigan ekanda. Tashlab qo'yavergan bir gap bo'lardi. Mana shuni ham sirasi ko'rib olaylik buradan. Yo'q. Jimjit. Yiri baliq sakrab turibdi lekin. Yaxshi urib oldi mana shu. Karasmi? Sazan bolasimi yana? Sazanchikka o'xshaydi. Ikkitadan keyin qattiq urgan ekanda. Faqat o mana shu bo'ldi-da. Tashlagandan mana shu uradi. Tashlagandan uradi. Bilan o'sha bir chirchiqlarga tashlash kerak, qaytib ilinmaydi. Mana bular normal qolgan mana.
bitta yaxshi urib oldim mana shu hozir. Karasmiki? Kichkina sazanchikmiki? Qanotdan ilinib qolsa shunday qattiq uradi. Vash kichkina ham, vahimasiz buni. Qayiqchilar ham ketib yubordi ko'pi. Soat уже 1 bo'ldi. Abidgacha bitta ham olganlar bo'ldi, bo'lmadi emas. Bitta olib ketdi, mana shu o'tirgan ikkita qayiqchi ham bittadan oldi. Mana bu qirg'oqda o'tirganlar ketdi, bitta oldi. Umid qilib o'tiribmiz, umid so'ndirmaymiz. Nasib qilgan bo'lsa bizga ham o'xshab qolar, bitta yarimta. Buni hozir faqat kichik karas. Karas sazanchiklar yani. Men endi kichkina sazanchani hisobi yo'q, endi hisobi yo'q-da. Qarmoq tez almashtirmasa, bu ikkala ilmoqdan ikkalasidan o'tirib olgan bo'ladi. Bu boshqa baliq kelib joylasha olmasa bunga tez almashtirib turish kerak. To'g'riroq tez olib kichkina baliqchani olib tashlab turish kerak. Shu boshqa varianti yo'q. Otganingizda mana boya tashlamiz o'tiribdi mana bunda kichkina baliqcha. Nima qilsa hech narsa qilib bo'lmaydi. Yirik boyla qo'ysa ham baribir o'tirib oladi kelib. Shu sazanlar katta bo'larmikin keyingi yilgacha yoki chardara ketib qolarmikin? Kutamiz. Qirg'oqlar bo'sh, mana odam yo'q. Har joyda bitta ikkita odam. Bu opani joylarida odam bor, mana zin qum kovlaydiganda atrofida odam bor. Mana bu eski post bo'ladi, mana shu yerda ham odam bor, mana daraxt tagida. To'g'rimizda lekin dacha bor, bilmadim. Bunda bitta ham odam ekan, 5 ta karavoti bor ekan. Ichida katta karani 100 metrlik joy menimcha mana shu. Sazanga o'xshaydi. Voy. Sazan shuncha tortib ketdimi? Nima chit. Voy qoyillik. Kamida 500 gram tepasiga o'xshab tortdi o'zi ham. Kichkina bo'lsa ham. Yana shu qarmoq. Sal og'irroq lekin.
beridan javrasdan qolgan ekan. Yarim kilo sazan. Mana nihoyat. Pochini desam bo'ladi. Endi karaslar hisobga olmaganda. Men karas deb o'yladim. Sazan. Kichkinasi. Har doimgidek. Qayachilar ko'payib qoldi kech bo'lganda soat 4dan keyin ko'payib qoldi ancha. 3dan keyin mana bu yoqda mana kelyapti mana to'la ancha ko'payib qoldi, a bitta yo'qolib qoldi. Qayachilar ko'payib qoldi kech bo'lganda, abitdan keyin. Ertalab kelgan hammasi ketib bo'ldi, abitda bitta ikkita qolmasa menga o'xshagan ketdi hamma. Bular endi keldi hammasi kechasi nochevka bilan qolar ekan ko'p. Lekin hali ham paklovka yo'q lekin hech kimda. Mana 100 gramlik sazan, 50 gram, 100 gram. Mana sariqda ham o'tiribdi, mana bunda ham o'tiribdi mana. Hozir tashlaganman. Endi bilan olib otib yuborish kerak. Shu qiladigan ish shu. 200 talar bo'ldi menimcha. Yaxshi, mana bu silikon boylar yeb qo'yavermaydi ha deb. Agar bandoil bo'lganda u bir banka yetmasdi. Chuvalchang umuman turibdi, ishlatmadan foydasi yo'q. Mana yaxshi urganman, kichkina 100 gramda atrofida. Bitta yarim kilo oldim. Shuni sal qattiqroq olib turdi degan. Mana bu 100 emas 150 gram bo'lsa kerak. Yoki qanotda ilingan bo'lsa ham qattiq uradi. Aytdim-ku. Urishini ko'rsa, lekin shu ham yo'qdan ko'ra yomonmas. Shular o'ynab sekin qo'yib borasiz, ketadi. Bunisi ham shunaqa. Karas bor. Karas bor. Vobla bor, vobla ekan. Ozroq 150-200 gramlik voblalar bor. 300 gramlik sazan bor, yani 5-6 ta. Karas bor. Karas bor. Endi krasniy porka nima deydi shunaqalar. Eng yirigi bir donami, 2 dona shu sazan bor, tamom. Yarim kilo. Bugungi ovni jarayonini yakunladik. Erta bilan kelganlar hammasi abitga ketib bo'ldi. Qolganlar hammasi abitdan keyin ertangi ovga kelganlar. Natija eng yirigi yarim kiloli sazan. Karas bor. Karas bor. Vobla bor, vobla ekan. Ozroq 150-200 gramlik voblalar bor. 300 gramlik sazan bor, yani 5-6 ta. Karas bor. Karas bor. Endi krasniy porka nima deydi shunaqalar. Eng yirigi bir donami, 2 dona shu sazan bor, tamom. Yarim kilo. Barcha baliq ovchilar omad.